Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Instagram tarmog'i orqali Jizzax shahri Uratepalik chorrahasi va Agrobank ro'parasida irrigatsiya suv havzalaridan o'tuvchi diametri 530 mm bo'lgan ichimlik suv quvurida nosozlik yuzaga kelganligi bo'yicha murojaat e'lon qilingan edi. Aynan mana shu murojaat bo'yicha munosabat berib o'tmoqchimiz. Har bir murojaat doimgidek e'tiborimiz markazida. Ayni daqiqalarda Jizzax suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati shahar filialining avariya tiklash brigadasi xodimlari bu yerga, ya'ni o'sha nosozlik sodir bo'lgan nuqtaga kelishdi va guvoh bo'lyapsiz, diametri 530 mm bo'lgan markaziy quvur va bu yerda hozir payvandlash ishlari amalga oshirilishi kerak. Buning uchun suv to'xtatilishi kerak. Bugun shanba, ya'ni 7-fevral, joriy yilning 9-fevral sanasida Jizzax shahrining bir 10 ga yaqin mahallalarda ichimlik suv ta'minoti vaqtincha to'xtatiladi. Aynan mana shu nosozlikni ta'mirlash maqsadida. Keltirilgan noqulayliklar uchun oldindan uzr so'raymiz. Murojaat yo'llagan fuqaroga esa alohida minnatdorchilik bildiramiz. Nimagaki ichimlik suviga befarq emas, ya'ni isrofchigarchiligiga. Agar hurmatli yurtdoshlar, hurmatli hamshaharlar, viloyatimiz aholisi, agar sizda ham mana shunday holatlarga ko'zingiz tushadigan bo'lsa, Jizzax suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining ushbu raqamlariga qo'ng'iroq qilishingizni so'rab qolamiz.